ikkita referalniy bonus bor-da, shaxsiy taklif. Mana shu joyda o'zida ikkinchisi binar. Binarga 10% deb qo'shilasiz platinumga. Agarki koronaga qo'shilsangiz 15% to'laydi. Arzoni shuda hozir 10% qo'shilganda 1828 so'm tushadi. Uchinchisi, mana bu liniyani ochilganini hisobiga liniya bonusi qancha edi? 5800 chemta bo'ladi. 5800. Shunday takrorlab turib gapiryapman. 5800 qo'shiladimi? Hammasini ko'rsangiz 9508 so'm tushadi. Mana shu kunumlik daromad turi cheksiz davom etadi. Xohlang siz qo'shyapsiz, xohlang boshqasi. Boshqa setlardan farqli tarafi, mana bu liniya qachon to'lganda beramiz puli demaydi. Liniya ochilganda siz pulni olasiz. Mana shu holat cheksiz davom etadi. 50gacha, 60-chi, 65-chi chuqur ketaveradi. Endi qarang, 3 ta daromad turini kunumlik olasiz. Mana bu joyda siz qo'shilgandagi, mana bu hisobga qo'shilgandagi 275 ball umrbod qoladi. To есть uni ustiga qo'shib nakopitelniy ketaveradi bu ball. Boshqa korporatsiyalarda misol uchun menejerlikka chiqqandan keyin starshi menejerlikka chiqish uchun 0 dan boshlaydi, to'g'rimi? Bu yerda yo'q. Bu yerda mana shu 275 ballik boyagi birinchi tushgan ball qolaveradi. Ustiga navrot qo'shilib ketaveradi. Hamma mahsulotining balli bor. Misol uchun bitta zubniy pasta olsangiz ham, mana bu bir inson bitta zubniy pasta sotib oldi deb tasavvur qiling. Mana 275 ustiga qo'shilib 276 bo'ladi. Tushundingizmi? Sudda.